Nima bo'lsa ham uni qutqaring. Men tirikman. Yo'q, axir bu 3 oy oldin sodir bo'lgandi. Joanna meni suvga cho'ktirgandi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Nahotki men o'tmishga qaytgan bo'lsam? Sen shunchaki qishloqi bir qizsan. Qanday qilib o'rnimni egallashing mumkin? Aytmoqchimanki, Baykerlarning faqat bitta qizi bor. U ham bo'lsa Joanna Bayker. Nega ular hozir kelishdi? Qutqaringlar! Yordam! Yordam beringlar! Jana. Kela qol. Ko'taral. What's going on here? Bu Fibining aybi emas. Bu shunchaki tasodifan. Men tushib ketdim. Kevin, iltimos, Fibini qutqaring. U kelishi bilan suvga sakradi. Phoebe Baker, o'zingni ko'rsatishni bas qil. Hoziroq chiq. Vincent, o'zini shunday ko'rsatmoqchi ekan, shunday qolaversin. Birinchi navbatda Janani shamolashdan avval kiyimni almashtirishimiz kerak.